Assalomu alaykum hammaga. Bugun hayit dasturxoniga mazali chakchak tayyorlab ko'ramiz. Birinchi xamir uchun 1 stakan suv, 250 gram margarin, 1 chimdim tuz va 1 choy qoshiq razli litr solib yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 3 stakan un solib yaxshilab xamir qilamiz. Mana xamirimiz tayyor. Navbat ikkinchi xamirga. Ikkinchi xamir uchun 1 stakandan kamroq suv, 150 gram margarin, 1 piyola shakar, 2 osh qoshiq kakao, ozgina razli litr va yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 2-3 stakan un solib xamir qilamiz. Xamirlarimizni tindirishga olib qo'yamiz. Birinchi oq xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz. O'rta qalinlikda yoyib olamiz. Qora xamirimizni ham yoyib olamiz. Birinchi oq xamir, o'rtasiga qora xamir, ustiga ham oq xamir qo'yib yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek. Shunaqa tekis qilib kesib chiqamiz. To'rtburchak qilib kesib olamiz. Endi navbat chakchaklarimizga shakl beramiz. Ikki uchini birlashtirib, qolgan ikki uchini orqaga qarab birlashtiradi. Mana tayyorlab ham oldik. O'rta olovda chiroyli qilib pishirib olamiz. Qizarib pishgan chakchaklarimizga asalli sirupimizni quyib olamiz. Sirupimizga 2 stakan shakar, 1 stakan suv solib qaynatib olamiz. Ustidan asal sovuramiz. Tarelkaga solib ustini bezatib olamiz. Biz turushkadan foydalandik. Juda chiroyli chiqdimi? Sizlarga ham yoqdimi? Yoqqan bo'lsa javobinglarni kutamiz. Like bosish esdan chiqmasin. Ta'miga esa gap yo'q. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Oson va mazali. Bizning kanalga obuna bo'ling. Bundan ham qiziq retseptlar kanalimizda bor. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.